Mana patsientkamizdan ko'rib turibsizlar, agar sinki qaraydigan bo'lsak, bemor o'zini ko'rmasdan turib shu holatida gradus deformatsiyalarni mana ko'ryapsanglar bo'ladi. Ya'ni shu holatda agar patsientni yoshini, misol uchun umumiy holatini hisobini olmasak va bemor o'zini ko'rmay rentgen sнимkasiga ishonadigan bo'lsak, operatsiya deymiz, bo'ldi. Operatsiya qildirganinglar ma'qul deymiz. Lekin bemor o'zi nimaga kerak? Hozir ko'rsataman. Ya'ni mana shu holatida qanaqa biz operatsiyaga jo'natamiz? Ya'ni har doim o'shaning uchun bemor bilan boyaga tekshirilgan diagnostika xulosasini solishtirish kerak va asosiy tavsiya va asosiy tashxisni boyaga davolovchi shifokor qo'yadi deb bekorga aytmayman. Bu holatida hech qanaqa operatsiya kerak emas, faqatgina konservativ lecheniya qilish kerak. O'sha imенно o'z vaqtida dori-darmoni, o'z vaqtida fizlecheniyasi, o'z vaqtida ilfkasini va o'z vaqtida korsetini taqib yursa, xudo xolisi bu deformatsiyani, ya'ni imkon qadar maksimal to'g'rilashga harakat qilsa bo'ladi.